Baj yig'ilgan mashina qo'sh. Nimandaq yüzüqinin bala bu. Kızıq bolsa tetvelip okumam sen. Demlisanmı boladı, pulum bolğan bolsa birila setib olatdım. Sen mi kelgenmittin daşın? Bu yerda hanlıqıp qapsan go. Yani kilesiz. Qara, ben 10 parça kitap setib aldım. Nima? Bir qatımdala sen onu aldın mı? Ha? Bunu özüm xərcləydigan pullarını yığıb aldım. Sana hergiz berib durmayman. Meningcha dunyodagi hamma odamlar bo'p baravar bo'lsa to'g'ri bo'ladi ekan. Bu tangsiz dunyoni almashtirib atkil bo'ladigan amal bormidi? Faqat Shafoning kitap setib oladigan puli bor ekan. Bu bek adolatsizlik. Dunyodagi hamma odamlarni bap-baravar qilib bo'ladigan amal bor. Baj yig'ilgan mashina qo'sh. Nima? U parcha pullardan baj yig'adigan qushma? Masalan, qo'lingda 500 yen bo'lsa, oningda 10%lik baj haqqi 50 yen tutib oladi. To'la chaqchaqimig'ini mening xajlaydigan pulim orttirsa yana boj to'lamdim. Xajlaydigan parcha pullar ko'p bo'lsa, bajmi ko'p bo'ladi. 1000 yenda yuqori bo'lsa 30%, 10 ming yenda yuqori bo'lsa 70% bo'ladi. Ha, bu xili odil ekan. Baj belgilisin. Biroq ko'pchilik bu ishga qo'shiladimi? Berib ular bilan maslahatlashib boqaylik. Ben ezelden bundak yaxşı teklifini anlap bakmagan. Qandaq dedim köpçülük. Taşın bağğan sır bek aqıllık bop ketatıdı. Bu pullağı özümüzge kaltak top kimi alaylı ve kaltak top meydandan birini yasaylı. Qandaq, bulabdı köpçülük. Ben bir acı resimler kütüphanesini açıman. Ondan başka aşxana, elektronlik oyuncuxana, uxlaydigan uy salaman. Yana texi... Bek aşırıvetdi. Meningcha bundak qilishning hojati yo'q. Agar ağın bo'lsa, o'zim berib ağın. Mening xohlagancha pul xajligim bor. Sizlar zodi nima demoqchi, ha? Ko'pchilikning hamiz ko'nglida qo'shildi. Biz hozir ko'pchilikning yana dik pulni tekshiraylik. Shodida haftadada 100 yen bor. Bajaqqa 10 yen. Tezroq bo'ling, tezroq. Tezroq bo'ling deyman. Men aslida pranik olmoqchi edim. Sizga 90 yen qaytiraman. Elim yaxshi, yenimda pul yo'q ekan. Nima davatsan? O sal turib uyinglarga berib pul saqlashga tangladin. Bajaladi. U meni o'yin tarafga qarab baqdi. To'xta! To'xta deyman. O meni pul saqlash qutam. Yo'q. Buningda 23 va 46 yen bor ekan. Bajaqqa 16.132 yen. Bu degan mening pulim. Hargiz bermayman. Rahmat. O hamma odamni qattiq tekshiryotdi. Ben parça pullarım ve tamak pullarımın hemmisini xajlab qo'ygansam, uningdan ansirmisanmi bo'ladi? Ha, shundaqmi? Men qaytib keldim. Bu sening bu oylik xajlaydigan parcha puling. Nimishqa mushundaq vaqtda berdi? Bajaqqa. Bilsammi bo'ldi bu. Mana. Nimandoqching. Tinchlikmi daşo? Ha, yedilang tag'a. Men bu qatim Hindistonga boraman. 3 yilgacha qaytib kelamayman. Şoňa saňa 3 yillik qaytliq pullarning hammasini berip lewetay. Qandaq? 30 ming yen bo'lmaydi, bundaq ko'p pulni olsam bo'lmaydi. Daşo, o'zanga o'xshamayli qalding-ku, tuzitqima og'in, ha? Hamsi 3 yildan keyin ko'rishaylik. Aman bo'l. Xo'sh. Tag'a to'xtab turing, bundaq ko'p pulni ololmayman. Bajaqqa 21 ming yen. Bajni yig'ish qandaqroq bo'lyapti? Dasho afandi 20.500 yen. Jinshan Haqiz 11.200 yen. Shobit afandi 49 ming yen. Atin afandi 90.148 yen. Xubodek afandidan yo'q, Shofu afandidan yo'q. Xubodek bilan Shofuning nimasi yo'q, men ishonmayman. Ishonmayman. Biz o'zimiz berib tekshirib boqaylik. Buni qo'yib beraylik. Endi ekranda ko'raylik. Bundaq bo'lgandan keyin uningga pul ketmaydi ekanda. Kitobingni menga berib tur. Endi Shofuni ko'rib boqaylik. Apa, men ekirdigan narsa bormi? Yo'q balam, hozircha sen ekirdigan narsa yo'q. Baya o'zim chiqqan pulning hammani sizga berdim-ku.
Sizmi puldan bana azraq berib, Şafu, sen berib oyuncaq maşını setilib keldin. Men akilib sizge beray. Siz bana soğuk qılang. Bulamdı appa, sizni avar qiladigan boldim. Ay, bajı küçük qo'y, tez bu yoqqa kel. Tez Şafu'nun uyiga berib baj yig'ib kel. O apısı kadar setip aldı. Onunkini alsak olmaydı. Undaq emas. Ah, nima undaq ig'ir bu narsalarni opam ekirpa degan edi. Oy, oy, oy. Oy. Bojni bekçi qoldi ekan. U bekle aşırı etti. O pullarni men oyoq ilish uchun tejab yiqqan. Bu pul uchun men Sholiga oila o'qituvchisi bo'lgan. Ben pul çıkışkı bek amırak şoğ seti ağım bar nerslerim seti amay o pullarını çıkan idim. Biroq bojig'dan mashina qushini to'xtatishga amalimiz yo'q. Hey köpçülük, kançılık baş pulu çıkıldı. Nersi gerek seti örüşke itemdi. Oy, ben 10 yen tepu aldım. Baj pulu 10%. Bir yıl tapşırıp tez falan, tez falan, tez falan. Hey kalva koş, başını pılıcak adamlardan anmamsın. Edosunu ben benden olsam. Hey. Oldu mu? Bajig'dan mashina qush buzildi. Endi baj topshirmasak mı bo'ladigan bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Osh qoldirish ko'milichi. To'ydim. Tashong yemamsan? Yura. Tazımı bir, bu balını qandaq qilsaq bo'lar? Mayli tamoq bo'lsin yoki ko'ktat bo'lsin, hammani oshirib qo'ygan. Qandaq degan gap bu? Onunğa obdan bir terbiye berip, açlıqını ısrap qısıb olmaydiganligini tushundirib qo'yay. Daşo, sana deydigan gepim bor. Nima gap? Sana desem, men kichik vaqtimda oilamiz nihoyat namarat edi. Yaxshi, kuchab ura, g'ayrat qil. Gepimni anglayotamsan, Daşo. Namrat edi dedingiz-ku. To'g'ri. Nima demoqchi edim? Ha, rost. O chaqda tuzukrakmi tamoq yeyolmaydik. Yeydigan narsa yo'q bo'lg'achqa, seriq qurt bilan daraxtning yopirmig'ini yeydik. Nima degan qiziqarliq, bek yaxshi ekan. Nari qiziq, o chaqda kishilar o'riqlab bir teri, bir ustixon bo'lib o'rimi turolmaydi. Yaxshi, o'r turamidi, yaxshi. Ura, g'ayrat qil. Gepimni astoydil olsam bo'lmamdi, Daşo. Dudan nima qochishmisiz? Ochliqni israb qilganinglarga ochig'im kelyapti. Ochliqni qadrlamaysizlar. Qodir ochliq degan jiqtirsa, azirmang dada. Hozir garchi ochliq ko'p bo'lsa-mu, biroq uni israb qilishga bo'lmaydi. Uqdingmi? G'ayrat qil. Ura, kuchab bor. Ura, g'ayrat qil. Ura, tez ur. Ochliqning qanchalik azob ekanligini bilmaydigan kishilar uchun nima deganning foydasi yo'q ekan. Nayt to'g'ri, boy dadamning deganlarining hammasi o'rinliq. Ochliq bo'lsa, insonlarning hayot kechirishida kam bo's bo'lmaydigan yemaklik. Yaxshi. Ura, g'ayrat qil. Ura, g'ayrat qil. Ochliqning ta'mini bir tez qo'yay. Shu chaqda u osh qilishning qanchalik azob ekanligini biladi. Osh qoldirish ko'milichi. Bu oshqozni tamoqni hazm qilolmaydigan kishilar uchun yasalgan dora. Bir tal yesa bir vaqt tamoq yemaydi, ikki tal yesa ikki vaqt tamoq yemaydi. Yaxshi, ura. Toza kuchab qo'zir aqirma. Qo'rqurmisan-ku, Daşo. Uning bir tal yegizib qo'yaychi. Bek yaxshi bo'ldi. Shodingdan menga ya deb bergan to'g'rasa. Buningdan yeb baqaya. Dashtamnikan. Maktabga keyin qopdi, men qo'y kechkidigan bo'ldim. Tashong bolki bilan sut ichib olgin. Kechkidigan bo'ldim, yemayman. O dori kuchini ko'rsatishga boshlabdi. O bir tal yedi, shunga bir vaqt tamoqni yemaydi. Endi tushlik tamoq uning bak tetaydi. U endi tamoq yeyishning bir xil baxt ekanligini his qiladi. Bak o'xshabdi. Qaytib keldim. O nima? O sho'rpa. Piqsiq, men nimasi qoldiroqmi yeb qo'ymadim. Tushdi maktabning tamog'i o'xshabdimi? Yemedim. Nima, rost yemedingmi? Men tushlik tamoqni yeyishdan burun hojatxonaga kirgan edim. Hojatxonaning eshigi buzilib qolib, ichiga 1 soat so'linib qoldim. Opa, yegidek narsa bormi? Meni qo'zig'im ichib ketdi. Opam sirtqa chiqib ketdik. Kechki tomoqqa ulgurib kelman dedi. Turumchi. Opam oldirabla chiqib ketgach tayyorlamadi. Amiz tayyor cho'p yey.
Oxirgi bir xalta qaptikan men boy yevatdim. Bu niyetingdan yan, endi kechki tamoqni saqla. Berib polka kelay. Polka dükkanı demaptı-da, nas bastı-gu. Bu qandaq iş həmmə dükanlar demaptı-gu. Nimişqi bundaq boluduğandı. Qosuğum bək içib getdi. Mevsiye. Çıxmaydı-gu. Pulumnu qaytırıb bə. Hey, Pulumnu Şakçik. qaytırıb bə. Bu maşını buzuqkən pulumnu yutub aldı. Şakçik, şundaqtımı bundaq qısan qandaq boludu? Zadı qandaq qılıman qosuğum bək içib getdi. Daşum, nəyə mağdın? İkimiz şahmat oynayalım o, ha? Maqul, şahmat oynasam qosuğumның aşkını sezmesligim mümkün. General. Endi qaçamaydigan bolduq, ha? Bek yaşop ketipti. Kechki tamoq vaqti bulay deb qapti. Men tezroq uyga Hey, ketib to'xta, olay. yengilib qaçmaqsınma. Men qachon seni yengvag'icha o'ynaymiz. Bo'ladi, men billa o'ynay. Qo'zig'im ichib ketdi. Yeni yengib oldim. Seni yengmay qo'ymayman. Yeni yengib oldim. Men qachon seni yengicha to'xtamay o'ynaymiz, uqdingmi? Ketaman degichi bo'lma. Men yeni yengdim. Yana bir qo'l o'ynaydi. Opa, kechki tamoq yeyman. Yig'ishtirib etdim. Nega bording? Ajab kech qolding-ku. Tamoqchi. Bir vaqt tamoq yemaganga nim bo'ladi? Ochliqdan o'lib qolmaysan. Opa, qo'zig'im ichib ketdi. Tamoq yeyman. Yeni tamoq yemadingmi? Bu yilqi dori bilan munosabatlik emas-ku. Toshung, sen faqat bir tol yegansan. Men 10 tol yedim. 10 tol? Endi sen 3 kungacha hech qanday narsa yemaysan. 3 kun? Nimishqa bundaq bo'ladi? 3 kun tamoq yemsam men o'lib qolmamdiman. Qo'zig'im ichib ketdi. Ochliqdan o'ladigan o'xshayman. Qana qilaman? Bek oshirib etding-ku deyman. Bu manta bek o'xshaganda qiladi. Men birni yey, ha? Mushundoq qilmay amal yo'q. Vaqt o'ni bilan 4 kun keyingi vaqtga berib tamoq ye. Çöpnің bundaq təmlik işgəlikini his qılmabdı ekanman. Daşım, üstəlki bir qaçı çöpnü səyəv etdinmi? Yo'q, men yemedim. Rostda yemedim. İstəsən tamaq deməyəm. Anladınmı? Keyin apamdan pul almaydiganligini o'ylab baxmabdı ekanman. Ondaq çöp o'ylab ketma. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin tez ketayli. 4 kundan keyingi ishdan ansirayapman. Qarang bo'lmasin. Faqat ochliqning qimmat ishgaligini bilsangmi bo'ldi. Biroq Strolog suratga tortish apparati. Cho'qim bo'ladi. Jinshang rostli ko'rinamda. Qara. Ini ekan. Avval asli sizmarat apparatini quyoshni tutib turqli bo'ladi. Bu bakla oson. Yo'q, bu men bir taqay. Bo'ladi. Biroq 40 Olcuma koyma. Teheci buldum. Bu. Sen hava. Birden baklaylı. İşte ben katay. İmandak tutuk. Teheci yaptı o. Tozu. Seni açıp desem o. Satım ko o bekmez. Kandakını ver. Niman bile. Bu narsani tutib Lepa anladingmi? Nim bo'ldi, nemish yuz berdi bu yerda? Sizlarga deb beray. Toshonbek eskikan. U meni aytvoqlik narsamni buzib etdi. Toshon yana shunday qilsan-ku, bakla oshirib etibsan. Uning narsasini buzib etgandek ket. To'lab bermamsan. Nima? Bir parcha rasm uchun olasini shundoq dedim-a. Shofu seni bo'zaq qilsa, uni kechirishga hargiz bo'lmaydi. Yig'lama, men senga bir narsa beray-a. Rahmat. Nimandoqchung, bu nima? Strolog suratga tortish apparati. Bu apparatning oldida birdan tursanglar, u suratga tortadi. Kela, midirlama jumi, hargiz midirlama.
Hiç tartib bo'lamidimi? Hargiz midirlama, birdan tursang andin tatidi. Bo'ldi, endi hargiz midirlama. Bo'ldi, endi midirlasang bo'ladi. Nima degan yomon? Rost odamlardek ekan-ku. Bek cho'nkat. Yana bir ish bor bilsang qo'rqib ketasan. Nima degan qo'rqinchli. Beynimi suratga tatqil bo'ladi, sinab baqamsan. Nima degan o'moq? Bek qiziqarli ekan. Mashina shofog'i olib borib-da, u cho'qim qo'shiladi. Buni uningga bersam sal afsuslanarli ish bo'lsa-mu, biroq endi uning chiroyiga qaramasam bo'ladi. Ha, Dashong, sen mushu yangi quyosh nurliq apparatni menga beramsan? Shundoq, bu narsa sal aloyida, shunga buni cho'qim yaxshi ko'rsan. Sen hozirla suratga tushib baq bo'lamdi, ha? Rostkan, aslidagi narsa bilan cho'nqi o'xshashgan. Ha, yana bir ish bor, cho'qim qo'rqib ketsan. Rostla o'pma o'xshash bo'pti. Bu narsa baqaltiskan. Sen buni apparatning o'rniga bermam dedingmi? Shundoq, buni yoqtirdingmi, ha? Ha, bo'p qoladi ekan. Yana kon apparatimni yaxshi ko'radim. Bo'pti, sen bundoq degandik ekan. Ep qolay. Bu bak yaxshi ekan. Buningda boshqalarni qo'rqitib o'ynay. Shafu, qiynisan. Ha? Shafu, nemishqa yerga yetib oldim. Taxtayning ustida yotadigan ish bormi? Nima qilg'ini bu? Ko'zini echib uxlaydigan ish borkan deysa, Tangrim, ko'zingni och, Shafu. Ko'zingni och. Nima bo'lgandi? Bu bola og'rib qolgan o'xshaydi. Shafu, gap qila. Uning badani muzlab ketibdi-ku. Nafsim yo'q, bu qanday ishandi? U og'rib qolgan o'xshaydi. U cho'qim og'rib qopti. Tangrim, uningga unalg'a tamigan edim. U shunga og'rib qolgan o'xshaydi. Bundaq bo'lishini bilgan bo'lsam, uningga cho'qim ap berardim. Amsa appa. Shafu, qanday qilaman? Mana buni ol. Nimani yaxshi ko'rsang, shuni setib olgin. Nima? Tangrim. Bu bir o'yinchiqkan-ku. Tazimi bir, mushundaq ish bo'ladi. Sen opangni oldig'idek bo'ldingmi? O'lgin. Xo'bodak. Ha? Nimish? Sen buning oldida birdan turib paygin bo'lamdi, ha? O'tinib qolay. Ha, turib beramdim. Mushundoq turamdim. Mushundoq turib bersam bir qiziqarli ish yuz beradigan o'xshamamdi. Midirlamay jim tur. Bir ozdan keyin qiziqarli ish bo'ladi. Bo'ldi, midirlasang bo'ladi. Sal turib ko'rishaylik. Ha? Xo'shamisa? Nadikine hech qanday qiziqarli ish yuz bermadi-ku. O'ldoqchi. Ha, tatqanmidi? Ha, rostla tatibdi. Bo'ldi, Xo'bodak. Endi rost gapimni qilay. Men seningdek odamlarga bek o'ch. Bu meni bozaq qilganingning jazosi. Seni urib o'ltirib yetaman. O'ltirib yetaman, ablah. Endi ko'rgansan? Şofu. O qamlaşmağın. Sen bek eski gelsen. Seni herkes götürmeymen. Doktor deymen. Olsam adını verimen. Doktor. Doktor. Olsam adını verimen. Doktor. Şoňa men burun qabaratim yaxshi degandim-ku. Doktor. Doktor deymen. Şofu.